Santexnikasini o'ziga 70 ming dollar ketgan obyekt obzorini hozir men sizlarga ko'rsataman. Ketdi. Bu obyektimizda 4000 metr ispanskiy Barbie Blansel teplый po'sh tanklari yotqizilgan, umumiy hisobda 4200 dollar bo'lgan. Bundan tashqari, rossiyskiy Royal Thermo Revolution 500 radiatorlardan 180 ta quvurg'i qo'yilgan, umumiy hisobda 2000 dollar bo'lgan. Bu obyektda Ivar italyanskiy kollektorlarimizdan qo'yilgan, luchvoy sistema qilingan, umumiy hisobda 12 ta kollektor bo'lgan, общий summasi 2200 dollar bo'lgan. Butun sistemamiz ispanskiy metaloplast truba fittinglarda bo'lgan, umumiy hisobda shu narsani o'ziga 4000 dollar ketgan. Hamma metaloplast trubalarni bir-biriga ulash uchun italyanskiy Ivar firmasini fittinglar ishlatilgan. Umumiy hisobda 3700 dollar ketgan. Oshxonaga vertikalniy Savia brendining radiatorini berganmiz. Bunaqadan 4 ta qo'yganmiz bu obyektga 1400 dollar ketgan. Bundan tashqari panoramli oynali joylarga hozir mana konnektorlar berganmiz. Umumiy hisobda 4 ta qo'yilyapti, 1700 dollar bo'lgan. Shu joyimizda xudo xolasa kotelniy bo'ladi. Mo'ljalimiz bo'yicha kotelniga 25 ming dollar pul ketishi kerak. Siz ham shuncha pulga santexnikangiz qildirgan bo'larmidingiz yoki tayyor yo'q qo'yarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.